Assalomu alaykum YouTube ahli. 3-mahalliy aeroport Sergeli tumaniga kelganmiz. Ikkita yonma-yon hovlimiz sotilyapti. 3 sotuvda. Dokumentlari deliniga berilibdi. Qaranglar, bunisi 90% tayyor holatda, faqat malyarka ishlari qolgan. Hozir men sizlarga tayyor holatdagisini ko'rsatib chiqaman. Ko'ryapsizlar, darvozaxonamizga bemalol ikkita mashina sig'adi. Kirganimizda o'ng qo'limizda kotelni joylashgan, bu yoq kladovka ekan. Qaranglar, juda ham ixcham qilib qurilgan, lekin xonalari katta-katta. 3 sotuv 4 ta xona, narxi tayyor bitganniki 160 ming, yonidagi 90% tayyorniki 150 ming dollar ekan. Ko'ramiz, qaranglar, kirganimizda o'ng qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham yetarlicha keng, katta qilib qo'ygan. Bu oshxonaning yonida shu oshxona jihozlarini saqlash uchun kichkinagina kladovka tashlab ketilgan ekan. Endi bo'lsa keyingi xonalarimizga o'tamiz. Koridorni ham qarang, kengligini 1,5 metrdan kattaroq bo'lsa kerak. Chap qo'limizda zal joylashgan. Zalimizda ham takoy tayyor holatda. Kelasiz, mazza qilib yashaysiz. Menimcha bunaqa narxga bu uyimizda bemalol arziydi. Chunki yerini o'zi 30 ming dollardan 90 ming dollar bo'lib turibdi. Bu yoq spalniyimiz. Spalniyimizdan kirganimizda o'zini sanuzli bor. Sanuzli joylashtirganlar. Bu yerda bo'lsa garderobga joy tashlab ketishgan ekan. Aql bilan juda ham umniy qilib qurilgan uylardan bittasi ekan. Xonamiz orqasiga ikkita kreslo qo'yib qo'yibdilar. Joydan bemalol foydalansanglar bo'ladi. O'ng qo'limizda lyotchik bo'lishni orzu qilsangiz, o'g'il bolalarimizga bolalar xonasi, burchakda o'zini sanuzli bor. To'g'risida bo'lsa, qizlarimizning yotoqxonasini joylashtirishdi. Juda ham chiroyli. Bu yerda ham o'zini sanuzli bor va o'rtada kattagina o'zini sanuzlini, vannani joylashtirganlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Prachka ham hammasi bu yoqqa kirib ketgan. Bu yerda proyektning eng zo'ri bir qavatli qilib qurilgan, lekin mansardasi juda ham o'zimga yoqdi. Katta, seli mansarda qilingan ekan. Mansardadan xohlaganingizcha foydalansanglar bo'ladi. Qaranglar kattaligini. Xo'sh, narxlarini aytib o'tdim. Kimga ushbu joyimizda qiziq bo'lsa, ikkita olaman deganlar bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yasizlar. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar hali oldinda. Yana yaxshi videolar qo'yishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'linglar.